Mana Azizbek aka o'z oldiga keldim. Husqvarna Shvetsiya brend. Uncha mana bitta turgan gazonokasilkalarni damni beradigan gazonokasilka shu. Olasiz 4 ta 5 ta gazonokasilkangizni o'rnini bosadigani shu. Samoxodli, tepali bo'ladimi, pastli bo'ladimi, o'zi mana g'ildirigi bor. Xolis siz remenni olib qo'yasiz. Samoxod kerak bo'lmasa. Balandlik, pastligi o'sha Islom sivilizatsiya markazi bo'lsa kerak, baland pastligi. Bor, do'mli pastlik bor. Imom al-Buxoriyga ham shundan berganmiz. Kattasidan, imam kichkinasidan. Bundan 10 ta olishdi mana. Katta gazonokasilkadan, u ana traktordan. Traktordan, ha? Ustiga chiqib bemalol o'rsiz bo'ladi. Hozir biz ishlatayotgan mana bundan-da. Tokli ertaga motor birinchidan buni kuchi kam, buni kuchi ko'p. Bu kichkina santimetr, bu 46, eng maksimum elektrik 46 bo'ladi. Adashmasam bu shotka motor. Adashmasam. Invertor bo'lsa ham baribir benzindagi bo'la olmaydi. Bo'la olmaydi, quvvatli-da, ha? Yo'q. Benzin benzin. Eng qizig'i, kablingiz ertaga uziladi. Kabel orqasidan surib yurishingiz kerak. Buni yoqasiz, ketaveradi, xirotga bo'lsa ham. Mana ideal variant. Sal qimmat, lekin o'lmaydigan apparat.